135 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Inna sidqa yahdi ilal bir. Haqiqatda rastchilik odamni taqvodorlikka boshlaydi. Va innal birra yahdi ilal janna. Va haqiqatda taqvodorlik odamni jannatga boshlaydi. Va innar rajul la yasduqu hatta yuktaba indallohi siddiqa. Agar inson rost gap qilishda mahkam tursa, undaq odam Allohning oldida haqiqat gap qilg'uchi odamlarning qatoriga kirgizilib, as-siddiq degan nomga ega bo'ladi.